Ben müşk yigit. Ben müşk yaprak kız. Ben potmuçuk polvon. Biz yolga çıktık. 他们能拯救世界，谁是那些英雄？来这是给你看。水翼小英雄就是我们，水翼小英雄就是我们。大家在睡觉，赶紧犯罪，谁想世纪Oğlunu qandoq tushirishni bilmayman. 水翼小英雄就是我们，水翼小英雄就是我们。 Bizga uxlash kerak. Parvoz qilgan meshik yaprak qiz. Boshliqda mollaq etishni ko'rish qaldirab ketyapman. Vaqti kelganda issiq shar bilan yana nurg'un kona aeroplanlar kelib, xuddi menga o'xshash boshliqda parvoz qiladi. Hey, aeroplan qayerda? Bilmayman, tunigun kashla mushar dedi. Biroq atdiganda yo'q turdi. Faoliyat amaldan qoldirildi. To'limi xijilman. Rasta chataq bo'pti. Kim bu shuncha ko'p aeroplanni o'g'irlab ketdi? Siz bu yoqqa kelinglar. Bu kichik oyoq izlari qaranglar. Bu niqoblang'uvchilar qoldirib qo'ygan oyoq iz ekan. Tunda niqoblang'uvchilar cho'ng xatolik o'tkazib vazifa ijro qilganda hech kim mendek tez ucholmaydi. Uxlash kiyimlik azmatlar otlanayli. Sinib kirib kechiga qizimiz dunyoni. Shaharda har kuni kechida azmatlardan tarkib topgan bir atraf taxt bo'lib turadi. Ular jinoyatchilarga jasurlik bilan zarba beradi. Emma bo'lsa, men meshik yaprak qiz. Geri bo'lsa, men potmuchuk polvon. Konno bo'lsa, Men müşk yigit. Biz uxlash kerak azmatlar. Bir ikkita aeroplan qoldiraylik. İşte kömemdiğe o qandaq narsa. Ötkür kes. Tunda niqoblang'uch ekan. O aeroplanlar boshliqda mollaq etish maharati uchun tayyorlangan tunni niqoblang'uchi. Bundoq bo'lsa nima bo'pti? Hech kim aeroplanni mendek yaxshi aytmaydi. Yomon bo'lsanglar, kelib meni tutmamsizlar. Ansirmanglar birodarlar, men ko'zimni yumib bu niqoblang'uchlarni yengalayman. Bilsin asir g'ush qo'zg'alsin. Men meshik yaprak nurdolqinni ishlatib ularning ko'zini olib chakman qilib yerga tushirib etaman. Ehtiyot qil meshik yaprak qiz. Tunni niqoblang'uchi intayin hilgar, nayrang shiltidi. Biroq u mendek qaltis qushqa hargiz taqobil turolmaydi. 77 qitimliq boshliqda mahorat ko'rsatish boshlandi. Bu nima? Shilimshiq tutish uskuni sen tayyorlansin. Meshik yaprak qiz. Nima ish bo'ldi? Bilmayman. Men ishga borolmaydigan bo'ldim. Biz bu 4 qush bilan uning hamrohlariga bir qitimliq silkini safirini ko'rsatib qo'ysak qandoq? O rostala pek səhərxənd ikən boldu doktor. Nəm dedim bicar dostum? Sən qonuman deməkçimi ha? Ondaq bolsun öyləyəm. Əmdi şilimşik tutuş əsabını qaytırıb gelin ola. Mana, yeni bir aeroplan kardan çıxdı. Yeni bir nece aeroplanı kardan çıxarsam, mən ən qaltısı uçuqçuğa aylanımən. Mən səndən yaxşı uçdumən, 4 quş. Onun boşluqdaki birdən bir uçuqçuq aylanaman degeni nimasi? Bəlkім bu onun boşluqda maharet göstərdiği ısıq şarını, yəni şəhərdə uçalaydiğin hər qandaq nəsini uğurlab getmən degeni mi ki? Meshik yaprak qiz, onu qoğlaylı. Biroq, mening aeroplanım buzulub qaldı. Senin aeroplanın bulmusunun sen yanıla bir qaltısı uçuqçu. Ondaq emas. Bu nim degeni? Deməkçi boğunum o bək yaxşı uçudu ikən, lakin mən onunçilik uçanmaydı ikən. Nima? Sən degan qaltısı uçuqçu. Onun şilimşik tutuş əsabını işiltib aeroplanın buzu etkini senin severlikin emas. Şu emas mı? Biz sana yardım berimiz. Avval senin aeroplanını iştabımızga apırıp, ondan yine muzeyga baraylı.
ancha tas emas ekan. Ta'limga yarasha mo'zidagi bu koni aeroplan helimi esimga kelibdi. Qoltismikan? Intayin yaxshi qilding, tundini qoplangichini cho'qim tuta olaysan. Biroq sen aramizga uchish mutaxassisi, sening boshqarishingga bo'ysun emas. Mening boshqarishimgami? Biroq ular o'yaydigan. Ular shilmish tutish asbobi bilan issiqchani ep ketmoqchi ekan. Mish yapila qiz, uni qandoq to'saymiz? Buni Digina qandoq qilamiz? Tundini qoplangichini uchalaydigan hamma narsani ep ketishiga yo'l qo'ymaymiz. men Bo'ldi, ansirma. Biz sinab boqaylik. Uchayli, uxlash kiyimini gazmatla. nima? Qandoq to'xtatishni bilmayapman. Bu men ko'rgan eng qiziqarli qush bo'ldi. Biz avval maqashtiraylik. Sizlar oldirmay ushchiqlar. Nimish bo'ldi? Biz sening ko'rsatma berishingga muhtoj. Bekmi xijilman. Tundini qoplang'ich bilan qoplang'ichlar bek yaxshi uchadi ekan. Ularning piqirg'inni ko'rdinglarmi? Ular senchilik ucholmaydi ekan. Biz texmi bak uchamaymiz. Sen bizga yordam berishing kerak. Sen qila olaysan, cho'qim qila olaysan. Ma'qul. O'tkir kes. Ular mo'zidin raketaning modelini yeb mengibdi. Biz hargizmi ularni murodiga yetkazmaymiz. Shunga qandoq plan bor? Balkim biz. Heliqi yo'q, u asqatmaydi. Hech qisi yo'q. Biz yo'lda mang'ash amal topaylik. Men sizlarni qutqizg'il keldim. Mushkigit aeroplanni tez to'xtat. Yo'q. Tez yuqoriga ko'tarilaylik. Men tirishyapman. Ular qo'yadi. Avyadigan. Ular yetishamidi? U haqiqatan bak qaltiskan. Piqiri yalaydi ekan, yana shunga yalaydi ekan. U hamma mahoratni biladi ekan. Men unga yetmaydi ekanman. To'xtab tur. Nega borsan? Bashtabga qaytaman. Men bo'lmasam sizlar yaxshi qila olaysiz. Yo'q, undoq emas. Biz senga muhtoj. Bilimiz, sen degan eng qaltis ushchi. Hammamiz sana Shunday ishlaymiz. qo'ylig'inglardan xushhalman. Sen bizga uchishni o'rgatadigan birdan-bir odam. Agar sen o'rgatib qo'ymasang, tunni qoplanga tushardiga uchalaydigan narsaning hammani yeb ketadi. Meni sevg'indinglarmi, kishini bizor qiladigan ablaqlar? Hozir men sizlarning aeroplaninglarni yeb ketmoqchi. Bo'ldi, mush yapila qiz. Ularning nishoni biz. Shunga biz cho'qim Baştabdan arqaga o'tib olib, ularni tuyuqsiz tutib olaylik. Ma'qul. Menga agishinglar. Ular yiqilib keldi. Yo'q, qaytib kelinglar. Heliqi buzilib ketgan burkut aeroplan cho'qib ularning shtabining ichida. Uxlash kiyimlik azmatlarning beshi qiyib, ko'zi qorong'ulashganda biz ularning shtabini o'rib o'tib, oldin burkut aeroplanni mangulik vayron qilib o'taylik. Mishkigit, solg'i burun. O'ng'i burun. Tez qaytib kel. Burkut qancha yeyilsin. Patma chiqib qolgan. Endi berib Mishkigitni qutqizaylik. Mishki yapılaq qiz, bu bir qitimli qaltis uchish bo'ldi. Rahmat. Kishining aqli yetmaydi, mush yapila qiz. Biz endi tundini qoplang'ichini to'sig'ili boraylik. Sen uchishni biladigan birdan-bir odam. Sen bo'ylab buni isbotladi. Rostaysizlar. Balkim u burun mendan yaxshi uchishi mumkin. Biroq endi men nimaning haqiqiy uchish ekanligini bir ko'rsatib qo'yay. Uxlash kiyimlik azmatlar o'tirg'i chiqdi. Biroq amal topsam bo'lmaydi. Ular boshtabni tatqini turibdi. Tortinglar. Mishkigit, meni gapimni angla. Tayyorlik. Suratni oshirib belgirla. Tayyorlaninglar. Tortinglar. Sizlar shtabinglarning qandoq o'rilganini ko'rgil gapsizlarda. Ma'lum bo'ladi ekan, men o'rilmaydi. Mishkigit tamkin bo'l. Mushundaq uchib menga ergashgin. Men tuvanla deganda rolni kuchab tuvanga ishtir. Tuvanla. Ularni tutib olaylik. Hammasi oyoqlashdik. Piqira, o'ng taraf qushqin.
ayrıpılalarını kaytırıp gireyli. Fatmacık balvan, biz senin tağdasız küçüğünge muhtaç. Müşki gitme bilen ben. O yakı gelanla, temkin bulunla. Deriyden taşkırı küçük kol. Konuşku tayarlandı ama müşki git. Şundaq aeroplan başlığı müşkiye bula kız. Kiler katım sizlerle çokum tutuvalı. Ben kişini biz arkaladığın eblakla. Kını köremez. Hazır beni bu yerden tezdirek ep gidiyorlar ne kaplanğıcına. Pek kaltısı bal demiş ki bula kız. Sen hakikaten mi en kaltısı uşkçı? Ahire şundak bulalığın akşaymen. Buradarlar, karanlar. Uç olaydığın neslenin hemisi muşu yedikken. Tan yoruştun burun ulanı asıl joyiga apır yetadiğanga vaxtımız yetidi. Uxlash kunlik azmatlar billa tantana qilayli. Har bir kunda kechida qutqizimiz dunyoni. Hakikaten bu pek kaltısken. Yaman emasken. Eğer ben uçkan bolsam, havadım Allah etip adın bundak piqirab toşqandek sekreytdim. Xutum ışının qoqşaş. Hey?